Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram tomoshabinlar. Efirda Aspekt ko'rsatuvi va odatdagidek haftaning trend mavzulari muhokamalar markazida. Bugun studiyamizning aziz mehmoni xalqaro siyosiy tahlilchi Bektosh aka Berdiyevlar. Assalomu alaykum Bektosh aka. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz studiyamizga. Salomat bo'ling. Aspektda sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hozir aytib o'tganimdek, haftaning trend mavzulari yuzasidan sizni fikrlaringiz, mulohazalar va albatta tahlillarni efir davomida tomoshabinlar e'tiboriga havola etamiz degan umiddamiz. Zotan hafta davomida tilga olishga arzigulik voqealar ko'p bo'ldi. Dastavval keling biroz rasmiyroq xabardan boshlasak. Ya'ni 9-may yurtimizda xotira va qadrlash kuni sifatida bayram qilinadi. Lekin shu sana bilan bog'liq yana bir katta voqea Moskvada Ikkinchi jahon urushi yakunlanganining 80-yilligi nishonlandi. Unda bir qator davlatlarning rahbarlari o'sha odatdagi harbiy paradda ishtirok etishdi va umuman mana shu sana bilan bog'liq voqealarga biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Agar kuzatgan bo'lsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump ajoyib bir bayonot berdi. Ya'ni albatta Ikkinchi jahon urushidagi g'alabada Rossiyaning, ya'ni o'sha sobiq SSRning roli juda ham katta bo'lgan, lekin g'alabada asosiy vazifani biz, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bajargan degan bir bayonotni aytib o'tdi. Qolaversa, juda ham bir kutilmagan, men uchun shaxsan kutilmagan holat bo'ldi. 8-mayni AQShda o'sha g'alaba bayrami deb e'lon qildi. 8-may sanasi g'alaba kuni sifatida nishonlandi Amerika Qo'shma Shtatlarida ham. Va umuman mana shu voqealarga nima uchun mana shuncha vaqt o'tib 9-may sanasi, ya'ni shu Ikkinchi jahon urushi yakun topgan kun dunyo hamjamiyatida bir asosiy voqeaga aylanyapti. Rahmat savolingiz uchun. Bilasizmi, mana shu 1945-yil fashizm ustidan g'alaba qozonilgandan so'ng, ya'ni 9-may, ya'ni butun dunyo bo'yicha bayram sifatida qabul qilingan, g'alaba qildi, ya'ni fashizm ustidan g'alaba qozonildi deb. Lekin bundan keyin ham urush davom etgan bilamiz. Bu Yapon militarizmi bilan bog'liq urushlarni buni kelib sentyabrlarga kelibgina, demak butun dunyoda ikkita fashistik davlatni demak tiz cho'ktirganlik hisoblanadi o'zi aslida tarixan. Va shundan keyin baribir Amerika Qo'shma Shtatlari dunyodagi qutbning bitta tomoni sifatida, Sovet ittifoqi esa ikkinchi tomon sifatida doim bular o'rtasida g'alaba kimniki degan masala doim muhokama bo'lib kelgan. Hech qachon bu talash oxirigacha yetmagan va bugungi kunga kelib dunyoda endi Rossiya Ukraina urushi munosabati bilan yana o'sha g'alaba aslida kimniki edi va bu o'sha payt Tehron konferensiyasi bo'lgan, keyin Yalta uchrashuvlari bo'lgan, Yalta konferensiyasi deyiladi. Mana shu yerda kelishib uchrashilgan va uchrashuvda hamma aspektlar kelishib olingan edi, lekin endi o'sha kelishuvlarni tan olmaslikka bo'lgan intilishlar ko'payib ketyapti. Nima uchun? Masalan, Yaltada Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti yoki Sovet ittifoqining o'sha paytdagi rahbari Stalin va shuningdek Winston Churchill, Buyuk Britaniyaning bosh vaziri uchalasi uchrashib, hamma masalani butunlay g'oliblar sifatida detallashtirib olgan edi. Ya'ni kim qaysi hududgacha egalik qiladi, qaysi hudud kimga tegishli bo'ladi, hokazo hokazo, ya'ni masalaga nuqta qo'yilgan edi. Lekin keyinchalik bu 3 ta lider tomonidan belgilab olingan bu kelishuvga nisbatan turli xil yondashuvlar paydo bo'la boshladi. Ya'ni boshqa davlatlar ham nima uchun birinchidan uchalasi hal qilishi kerak bu masala. Ikkinchidan uchalasi hal qilgandan keyin, lekin undan keyingi avlodlar bu o'sha kelishuvlarni tan olmaslik, buni qaytadan reviziya, taftish deymiz. Taftish qilishga nisbatan ehtiyojlar ortib bordi, bayonotlar ortib bordi. Hozirgi kungacha bu narsa juda katta bahsga sabab bo'lib kelgan edi. Lekin masalan Sovet ittifoqi buni g'alaba kuni deb e'lon qilgan va biz o'sha 91-yillargacha buni g'alaba kuni sifatida Sovet ittifoqi tarkibida bo'lib nishonlab kelganmiz. Undan keyin har bir davlat bilamiz o'zining albatta milliy xususiyatlardan kelib chiqqan holda bu bayramga nisbatan baho bera boshladi. Nima uchun? Bu aslida g'alabamidi, mag'lubiyatmidi? Nima uchun bunday savol beriladi-da, qarang. Haqiqatda Sovet ittifoqi g'alaba qildik deydi, lekin bu g'alaba Sovet ittifoqiga qanchalik qimmatga tushdi yoki qanchalik baxt olib keldi degan savol. Yoki Yevropa davlatlari uchun ham xuddi mana shunday savol edi-da,
ya'ni ular Germaniyani ustidan g'alaba qozondik deydi. Lekin bu g'alaba millionlab yosh navqiron askarlarning o'limi evaziga qo'lga kiritilgan edi. Sovet ittifoqichi urushdan keyin tasavvur qiling, mayli 20 million aholi odam o'ldi deyiladi. Lekin 20 million bu shunchaki tilda aytib qo'yishga oson. Lekin aslida bugun ba'zi bir davlatlarning ham odamlaridan aholi sonidan ko'p. Birinchisi, ikkinchisi Sovet ittifoqida ham juda millionlab nogironlar paydo bo'lgan edi yoki bevalar, yetim bolalar. Umuman olganda Sovet ittifoqi uchun aslida qarang, tasavvur qiling, bu g'alaba, lekin aslida bu yoqda kulfat edi. Masalanda shu nuqtai nazarda masalan O'zbekiston mustaqilligining ilk kunlaridan boshlab bu g'alabadir, lekin bizga nima olib kelgan bu? Albatta kulfat olib kelgan. Shuning uchun biz ya'ni o'sha frontga ketib millionga yaqin aholimiz frontga ketganligi va demak undan 600 mingdan ortig'i o'sha frontda jon berganligini hisobga olib biz xotira va qadrlash kuni deb e'lon qildik. Ya'ni o'lganlarni xotirlaymiz, qadrlaymiz. Bu holat demak butun dunyoda ro'y berdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham turli xil fikrlar yangray boshladi. Nima uchun g'alabani biz qildik-ku? Sovet ittifoqiga ham Land-Lease programmasi orqali, dasturi orqali eng ko'p qurol yarog', oziq-ovqat, harbiy texnika, boshqa texnikalarni biz yetkazib berdik va uning ortidan Sovet ittifoqi g'alabani qo'lga kiritdi. Ikkinchi tomondan biz Normandiyaga qo'shin tushirdik, ya'ni bu yerda Fransiyani ozod qilish, Buyuk Britaniya bilan birgalikda va butun Yevropani ozod qilish borasida demak Amerika Qo'shma Shtatlari ikkinchi tomondan ko'p harakat qilgan. Tan olib aytishimiz kerak. Bugun gapimiz masalan ba'zi birovlarga yoqmasligi mumkin, lekin haqiqatda Amerika Qo'shma Shtatlarining ham mavqeyi yoki urushga g'alabaga qo'shgan hissasi nihoyatda katta, uni o'lchab bo'lmaydi va bugun Donald Trump tomonidan bu fikrning bildirilishi va 8-mayni biz bayram kuni deb e'lon qilamiz deyishi ham demak aslida Rossiyadagi bayramdan boshqa kunga ko'chirish. Maqsad nima? Biz bir kun oldin g'alabani nishonlashimiz kerak. Mayli Moskva qilaversin, rasmiy Moskva bu Sovet ittifoqining merosxo'ri sifatida Rossiya bayramini qilaversin, lekin biz bir kun oldin nishonlaymiz. Buning asosiy sababi, asosiy g'alaba bizniki bo'lgan. Shuning uchun biz Rossiyadan farqlanib turishimiz kerak degan motiv ilgari surilyapti. Va bilasizmi, bu masalaga mutaxassis sifatida men tabiiy qarayman, chunki albatta Amerika Qo'shma Shtatlarining hissasini e'tirof etgan holda, ko'rsatgan yordamini e'tirof etgan holda, masalan, bu narsaga tabiiy qarayman, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari shunday qarorga keldi. Lekin bu qaror qachongacha degan masala ham bor. Donald Trump bugun e'lon qilibdi, mayli, 4 yildan keyin keladigan prezident 10-may deb e'lon qilar yoki 7-may deb e'lon qilar. U biz uchun noaniq, yoki yana 9-may. Lekin Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ham biz alohida qayd etishimiz kerakki, 8 va 9-may kunlari xalqaro miqyosda fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni deb yozilgan, e'tirof etilgan. Va demak, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof etilgan bayram kunini buzayotgani yo'q. 8-9-may kunlari deyilgan. Demak, Donald Trump bu bayonotida qaysidir ma'noda mantiq bor. Mantiq bor, mantiqsiz emas. Bu yerda albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotiniki birinchisi, tasavvur qiling, Rossiya bilan bir kunda bayramni qiladigan bo'lsak, bugun Ukraina urushi fonida deyapmiz-ku, ya'ni bu yerda Rossiya agressor sifatida qaralyapti va biz agressor davlat bilan bir kunda bayramni nishonlamaymiz degan mantiqdan kelib chiqyapti. Tushunarli. Mana shu mavzuga, ya'ni hozir mana muhokama qilayotgan mavzuyimizga tayyorgarlik jarayonida bir chet ellik tahlilchini maqolasini o'qidim. Balkim siz ham ko'zingiz tushgandir, Bektosh aka. U yerda quyidagicha fikrlar, endi umumiy qilib aytmoqchiman. Mana siz ham hozir e'tirof etdingiz, 3 ta davlat rahbarlari o'sha kelishuvda. Bilamiz, Ikkinchi jahon urushida o'sha g'alabada Britaniya juda ham katta rol o'ynagan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropadagi o'sha aziyat chekkan fashizmdan o'sha yerdagi harakatlar, partizanlar harakatlari deymiz. Va ko'plab kuchlar bu g'alabaga hissa qo'shgan. Nima uchun SSR, uning ortidan Rossiya ushbu sanani qaysidir ma'noda monopollashtirib olayapti degan bir fikrni bildirgan. Bu fikrga qanaqa qo'shilasiz? Albatta, bilasizmi, bitta tarixiy bitta gap borda, tarixni g'oliblar yozadilar. Tarixni g'oliblar yozdi. 3 ta mamlakat o'sha paytda haqiqatda fashizm ustidan g'alaba qozondi, lekin to'g'ri e'tirof etgan o'sha ekspert haqiqatda maqolasida juda ko'p davlatlar bundan
iztirob chekkan, o'zining yordamlarini ko'rsatgan boshqa millatlar, boshqa xalqlarning ham albatta yordami cheksiz bo'lgan. Lekin chunki faqatgina ular bechoralar parda ortida qolib ketgan va asosiy go'yoki Sovet ittifoqi bu g'alaba Stalinniki deb e'lon qilingan edi o'sha paytlarda qaraydigan bo'lsak. Garchi kabinetda o'tirgan Stalin masalan bir dona ham o'q otmagan yoki o'sha paytdagi Sovet politbyurosining juda ko'pchiligi shunchaki kabinetda o'tirib urushni ma'lum bir odamlarga topshirib qo'ygan edi. Hattoki ba'zi bir holatda g'alabaga ishonmagan holatlari ham bo'lgan. Chunki bilamiz, o'sha fashistlar Germaniyasi Moskvaga yaqin kelib qolgan holatlari bo'lgan, Moskvani olish ehtimollari bor edi. O'sha paytda hech kim g'alaba haqida o'ylamasdi. Lekin keyinchalik albatta bu Rossiyaning iqlimi deymiz, juda sovuq bo'lganligi va o'ta sovib ketishi o'sha yillari nemis masalan askarlariga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatgan. Urushqoqlik, ya'ni urushda o'zini tutish qobiliyatiga va bu yerda Sovet ittifoqi asta-sekin o'zini o'nglab olgan va keyin to Berlingacha bo'lgan holatda endi mayli endi ular nomlarini aytib o'tirishimiz shart emas. Ba'zi bir generallar, ba'zi bir juda kuchli harbiylar ishtirok etgan va ularning ichida masalan tan olaylik o'zbeklar bor edi, qozoqlar bor edi, ozarbayjonlar, armanlar, tojiklar, qo'yingki butun Sovet ittifoqi tarkibidagi respublikalar bor edi. Lekin uzoq vaqt davomida, hattoki urushdan keyin ham qaysidir bir katta bir majlisda, masalan, Iosif Stalin tomonidan biz ruslar bilan g'alaba qozondik degan gaplarni aytib yuborgan va boshqa millatlarga ba'zi bir tekkanda boshqa millatlarga aytganki, ruslar kim bu? Hammamiz bitta xalqmiz-ku, Sovet xalqimiz-ku deb endi tinchitib qo'yilgan. Bundan tashqari bilamiz, o'sha Reichstagga bayroqni o'rnatish bilan bog'liq jarayonda ham ba'zilar masalan qozoq millatiga mansub harbiy edi deydi, ba'zilar o'zbek millatiga mansub bo'lgan harbiy o'rnatgan edi deydi. Lekin keyinchalik buni ham rus millatining tarixiga yozish uchun rus millatiga mansub harbiyga bayroqni qaytadan o'rnattirib, rasmga olib butun Sovet ittifoqiga, butun dunyoga tarqatilgan holatlari bo'lgan. Ya'ni bu yerda aytmoqchimizki, bu faqatgina Rossiyaning bayrami emas yoki faqatgina Sovet ittifoqiniki emas. Bu juda ko'plab davlatlar, Polsha bu yerga juda katta hissasini qo'shgan edi. Bugungi Belorussiya juda katta hissasini qo'shgan. Boya aytib o'tganimdek, boshqa millatlar ham. Lekin bu faqatgina 3 tagina millatga tegishli yoki yer kurrasining Yevroosiyo tomonida faqatgina Rossiyaga tegishli bayram sifatida bir stereotip sifatida qolganligi albatta bugun bunga balki ma'lum bir o'zgartirish kiritish kerakligi haqida bugun ekspertlar aytayapti buni ochiqchasiga. Nafaqat ruslarniki bu, boshqa millatlarniki yoki nafaqat Amerikaniki. Amerika qo'shinlarining tarkibida nechta davlatning askarlari jon bergan edi yoki o'sha Normandiyaga kelib tushgan qo'shinlar Buyuk Britaniya va Amerika qo'shinlarining tarkibida butun Yevropa millatlari, davlatlaridan bor edi. Nega ular bugun e'tirof etilmayapti? Va eng qayg'uli bo'lgan tomoni o'sha Yaltada bu masalani Amerika Qo'shma Shtatlari, Sovet ittifoqi va Buyuk Britaniya butun Yevropani, qisqa aytadigan bo'lsak, butun dunyoni bo'lib olish bo'yicha uchalasining kelishuvi edi. Va bu ko'plab davlatlar tomonidan bugun ma'lum bir noroziliklarni keltirib chiqaryapti. Nima uchun 3 ta davlat butun dunyoni bo'lib olishi kerak? Nima haqqi bor? Qanday huquq bor? Xalqaro huquq qani bu yerda? Hokazo omillar to'g'risini aytsak, bugungi kungacha bahs mavzusi bo'lib kelyapti. O'zi umuman shunaqa gap bor, urush va hattoki g'alaba ham onalar qarg'ishining yig'indisidir deyshadi. Men asta-sekin keyingi mavzuga o'tmoqchiman, Bektosh aka. O'tgan safargi ko'rsatuvimizda biz bir tahlilchini taklif etgandim, Hamza Boltayevni. Aynan u Pokiston, Afg'oniston, mana shu Hindiston masalalari bo'yicha mutaxassis, ekspert hisoblanadi va juda ham bir umidbaxsh suhbatni amalga oshirgandik. Ya'ni qaysiki men turli xil pozitsiyalardan kelib Hindiston va Pokiston bir-biriga hujum qilishi mumkinmi degan bir ehtimollarni ilgari surganimda har qanaqasiga inkor javoblarini bergandilar va albatta bu yaxshi edi, chunki urush necha kun bo'lsa ham, necha soat bo'lsa ham baribir yoqimsiz hodisa. Lekin afsuski, mana shu u haftadan bu hafta o'rtasida kutgandigimizmi, kutilmaganmi voqea baribir bo'ldi. Ya'ni o'sha 22-aprel kuni sodir bo'lgan voqeaga nisbatan Hindiston o'zini harbiy harakatlarini boshladi. Pokistonga masalan o'sha raketa zarbalarini berdi. Va bunaqa taxminan bor edi, ya'ni bundan avval ham ikki davlat bir-biriga
3-4 marotaba raketa otgan va yana kelishib tinchib ketgan masala deb, lekin bu safar biroz jiddiyroqqa o'xshayapti nazarimda. Bu urushni davom etish ehtimoli va bu urush yana qancha bo'lishi mumkin? Sizni biz kuzatuvlaringiz, sizni fikringizcha. Men masalan aytgan bo'lardimki, bu urush deyarli 80 yil bo'lyapti, tugagani yo'q. Mana 78 yil bo'ldi. Tugagani yo'q. Bir necha marta bular tarixi davomida ko'pchilik 4 marta deydi, yo'q 4 marta emas. 12 martadan ortiq urush bo'ldi. Endi faqat lokal urushlarni doim urush deb atamasdi bular. Ya'ni bitta tomondagi qo'shin ikkinchi tomonni o'qqa tutganda yoki ular bularni o'qqa tutganda uni urush hisoblamasdi, lekin aslida bu ham urush. Endi Hindiston va Pokiston o'rtasidagi urush bu ko'proq sivilizatsiyaviy urush. Musulmon islom sivilizatsiyasiga daxldor bo'lgan Pokiston va demak u tomonda Hind millatchilarining qo'lida bo'lgan Hindiston o'rtasidagi urush. Bu urush mana men aytib o'tdim, 80 yilga yaqin tugayotgani yo'q va bundan keyin ham ochiqchasiga tan olishimiz kerak, uzoq yillar davom etadigan urush. Bu urush tugamaydi. Chunki bu urushning tugashi, bilasizmi, juda ko'pchilik siyosiy kuchlarning manfaatlariga zid. Nima uchun? Bugun 1,5 milliard aholiga ega bo'lgan Hindiston dunyoning ikkinchi iqtisodiy qudratli davlatiga aylanishi nazarda tutilyapti 50-yillarga kelib, Xitoydan keyin. Va imkon qadar bu holat tasavvur qiling, Xitoyning manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Endi qarab turing. Bo'ldi, Xitoyning manfaatiga to'g'ri kelmaydi, Xitoyni chetga surib turamiz. Ikkinchisi, Hindiston va Pokiston aholisi juda ko'p, tez o'sayotgan mamlakatlar va demak bu yerdagi paydo bo'ladigan iqtisodiy muhit kelajakda juda katta taraqqiy etgan maydonga aylanadi. Bu Janubiy Osiyodagi bu ikki davlat va bu yerda juda katta qurol bozori bor. Butun dunyoning qudratli qurol ishlab chiqaruvchilari demak bu bozorni qo'lga kiritishdan manfaatdor. Ya'ni nima qilib bo'lsa ham shu bozorga olib kelib qandaydir qurolni sota bilsa. Ya'ni bugun Hindiston jadal qurollanayotgan, jadal eng zamonaviy qurollarni sotib olayotgan, o'zida ishlab chiqarayotgan, shu bilan birga xorijning qurolsozlik investitsiyasini o'ziga keng jalb qilayotgan davlat bo'lsa, Pokiston ham undan qolishga harakat qilmayapti. Pokiston ham garchi aholisi deyarli 6 barobar kam bo'lsa-da, eng zamonaviy armiyaga ega bugun. Asosan bu Xitoyning qo'llab-quvvatlovi bilan. Endi demak, tasavvur qiling, har ikki tomonni qo'llab-quvvatlovchi kuchlar bor. Ya'ni Hindistonni bugun aytishimiz mumkin, bevosita Amerika Qo'shma Shtatlari, kerak bo'lsa Rossiya, chunki qurol sotyapti-ku. Yevropa davlatlari qo'llab-quvvatlaydi, qo'llab-quvvatlashga moyil Hindistonni. Pokistonni esa o'zining eng yaqin hamkori sifatida Xitoy qo'llab-quvvatlaydi. Chunki Pokiston bugun Xitoyning eng katta hamkori bir nechta omillarga ko'ra. Demak, shuning uchun ham bular o'rtasidagi urushning yo'qolishidan, bular o'rtasidagi doimiy tinchlik qaror topishidan manfaatdor bo'lmagan tashqi o'yinchilar bor va shu bilan birgalikda ichki o'yinchilar bor. Ichki o'yinchilarni boya nisbatan aytib o'tdim. Masalan, bugun Hindistondagi davlat rahbari, hukumat rahbari bo'lmish Narendra Modi Bharata Janata partiyasining rahbari. Bharata Janata partiyasi bu Hind millatchiligiga asoslangan va asosiy dushman sifatida ular tan olishimiz kerak islom sivilizatsiyasini, ya'ni musulmonlarni ko'radi. Ya'ni o'zlaridagi musulmonlarni masalan ular yoki umuman g'ayri dinlarni Hind diniga aloqador bo'lmaganlar ularning asosiy dushmani. Bunday holat bir necha bor Hindistonning ichki siyosatida ham bo'lib o'tgan. Ya'ni hindlar va musulmonlar o'rtasidagi ziddiyatlar va bu ko'pincha millatchilar tomonidan haligi olovga xuddi go'yoki moy sepganday tez-tez alangalatib turiladi. Va bugun Narendra Modi bo'ladimi, boshqa hukumat bo'ladimi, agar u Pokistonga zarba bermaydigan bo'lsa, Pokiston bilan urushmaydigan bo'lsa, uning elektorati, ovoz beruvchilari soni kamayib ketib qoladi. Demak, agar Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi tinchlik qaror topadigan bo'lsa, siyosiy kuchlar zarar ko'radi. Ular o'zining reytingini oshirish uchun, hokimiyatga kelish uchun, saylovlarda ko'p ovoz olish uchun asosiy e'tiborini katta minbarlarga chiqib, biz albatta Pokistonga qarshi urush ochishimiz kerak, Pokistonni yo'q qilishimiz kerak, hokazo shiorlarni ilgari surish natijasida tarafdorlari ko'payadi, qarang. O'z navbatida Pokiston tomoni ham shunday. Pokistonda ham demak eng asosiy dushmanning obrazi, qiyofasi yaratilishida bu Hindiston tomoni deyiladi va shu yo'l bilan harbiylar ko'pincha o'zining mavqeini mustahkamlaydi. Chunki Pokistonning siyosatida harbiylar keng ishtirok etadi. Harbiylarning mavqei juda katta. Ko'p marotaba ular tinchlikni himoya qiladigan,
Hindiston bilan do'stlik tarafdori bo'lgan, harbiy bo'lmagan, fuqarolik deymiz, fuqaroviy bosh vazirlarni ko'pincha ular ag'dargan. Harbiylar hokimiyatdan ag'darib tashlaydi. Nima uchun? Harbiylar mavqeini mustahkamlash uchun, yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lish uchun doim Hindistondan har dushman obrazini yaratgan va demak bular o'rtasidagi urushlar sodir bo'lib turadi. Endi umumiy nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak va bu urush albatta kutilayotgan urush edi. Ayniqsa Pokiston tomoni adashmasam 24-25 aprel kunlari e'lon qildi. Hindiston tomoni bizga hujum qilishga tayyorgarlik ko'ryapti deb. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bunda ham asos bor edi. Masalan qarang, Kashmirda terroristik akt sodir bo'ldi. Terroristik akt sodir bo'lgandan keyin Hindistonda majlis bo'lyapti. Hali xalqaro miqyosdagi ekspertlar deymiz, yo Hindistonning o'zining ekspertlari, mutaxassislari borib vaziyatni o'rganmasdan turib, hali vaziyat o'rganilishi kerak, tergov bo'lishi kerak. Shundan keyin aniq bo'lishi kerak-da ko'p narsa. Kim bu hujumni uyushtirdi? Dalillar bo'lishi kerak. Dalillar bo'lmasdan turib Narendra Modi nima deyapti o'sha yerda? Buning orqasida Pokiston turibdi deyapti. Pokiston bo'lsa jon jahdi bilan bunda bizning aloqamiz yo'q. Hindiston tomoni urush uchun bahona qidiryapti. Mana marhamat, xalqaro miqyosda ekspertlarni jalb qilsin, ular o'rgansin. Ana undan keyin xulosa chiqarsin, biz tayyormiz deyapti. Endi bu yerda yana bitta a priori bor-da, Bektosh aka. Masalan, hozir siz aytdingiz-ku, Hindistonning aholisi dunyoda hozir birinchi o'rinda, aholi soni bo'yicha va shunga agar olib qoladigan bo'lsak, proporsiya nuqtai nazaridan eng ko'p musulmonlar, balki ikkinchida o'rindadir, yashaydigan mamlakat ham Hindiston bo'lib turibdi. Ya'ni Hindistonning ichida dini bir xil bo'lgan yana bir Pokiston bor desak bo'ladi. Hozir agar o'sha millatchilik nuqtai nazaridan bu harakatlarini davom ettirsa va o'sha boshqa diniy konfessiya, masalan islomga qarshi qaratilgan bo'lsa, o'zini ichida ham bir nizolar paydo bo'lib qolish ehtimoli bormi? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, o'zi shundoq ham dunyoda vaziyat yaxshi emas. Xalqaro endi shu o'zgarishlar bo'lib turibdi. Hamma Rossiya Ukraina urushida yadro quroli ehtimolidan baribir bir ko'ynini bir chekkasida bo'lsa ham xavf sezadi. Ana endi bu yerda ochiqdan ochiq har ikki tomon bayonotlar beryapti. Ayniqsa masalan yodimda qolgani Pokiston temir yo'l vaziri biz yadro qurolini shunchaki ko'rgazma uchun ishlab chiqarmaganmiz. Ya'ni biz buni ishlatishimiz mumkin degan bir bayonotni ham berdi. Bu dunyo uchun yana bir jiddiy xavf emasmi? Birinchi savolingizga javob beraman. Haqiqatda Hindistonning bugun ichida 200 milliondan ortiq musulmon yashaydi. 200 milliondan ortiq. Hali masalan bu dunyo bo'yicha masalan Pokiston, Indoneziyadan keyingi o'rinda turadigan. Lekin Hindistonda 1 milliard 300 million hindular yoki boshqa millatlar. Demak, tasavvur qiling, bular ulardan 5-6 barobar ko'p. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bugun Hindistonda mana shu ko'pchilikdan foydalanib, boya aytib o'tdim, Bharata Janata partiyasi, ya'ni o'sha Hindistonni Bharat degan davlat sifatida e'tirof etishni taklif qilayotgan va jonajon Bharat davlatimizga musulmonlar keyin kirib kelgan deb qadimdan musulmon podshohlariga nisbatan, ya'ni Boburdan boshlab ungacha va undan keyingilarga ham bugun salbiy munosabatni shakllantirishga harakat qilayotgan millatchi kuchlar juda ko'p. Va ular albatta Hindistonda doimiy bunday urushlarni, nizolarni avj oldirib turadi. Hindistonda eng ko'p marotaba musulmonlar va hindular o'rtasida nizolar sodir bo'lgan davlat. Hozir ham deyarli har kuni Hindiston tomonidan masalan ozchilik hisoblangan musulmonlarga nisbatan hujumlar deymizmi yo kamsitishlar deymizmi, hattoki ularning joniga qasd qilish, obro'yiga qasd qilish holatlari juda ko'p, nihoyatda ko'p va bundan asta-sekin Hindistonning ichidagi musulmon aholisi qo'rqa boshlayapti, xavotirga tushyapti. Ular imkon qadar mana shu boshqa partiyalarning hokimiyatga kelishini xohlaydi. Lekin to'g'risini aytishimiz kerak, aytib o'tdik-ku, 1 milliard 300 millionlik, mayli 300 millionini boshqa din deydigan bo'lsak, 1 milliardlik hindular nima bo'lganda ham bular hindlar, demak, jamiyatda ham, siyosatda ham, iqtisodda ham ustunlik qiladi. Va ayniqsa o'sha millatchilarning ichida juda ko'plab milliarderlar borligi, partiya faoliyatini ta'minlab turish uchun. Undan tashqari ko'plab, hattoki nima deydi, bir o'ta millatchi jangari kayfiyatdagi kuchlarning mavjudligi ham bugun masalani nihoyatda chigallashtiryapti. Aynan masalan Hindistondagi bu kuchlarni bugun ba'zi bir dunyodagi ekspertlar
bu ikkinchi Isroil deb atayapti. Bu aniq bu chiqyapti. Hattoki ularni o'sha svastika belgilarida ham demak o'sha millatchilik yoki boshqa xalq, boshqa millatlarni ikkinchi darajali sanash bilan bog'liq mafkura kuchayib ketyapti. Endi ikkinchi savolingizga o'tadigan bo'lsak, bu yadro urushi. Biz shuni aniq bilamizki, yadro qurolini qo'llashgacha ikki davlat yetib bormasligi kerak. Yetib borish ehtimoli bor. Buni hech kim rad qila olmaydi. Endi faqat bitta masala bor. Kim birinchi bo'lib qo'llaydi? Agar Xudo ko'rsatmasin, masalan, qaysidir bittasi kichkina tarzda ham yadro quroli bilan ikkinchi tomonga zarba beradigan bo'lsa, ikkinchi tomon 10 barobar ko'p unga qarshi yadro qurolini qo'llashi mumkin va bu esa bu tomonni yanada kuchaytirishga, ya'ni bu yerda g'olib bo'lmaydi. Bu yerda butun Janubiy Osiyo yonadi. Nafaqat Janubiy Osiyo yonadi, aytganingizdek o'sha Hindiston, Bangladesh, Nepal, Butan, Afg'onistongacha ta'sir qiladigan hududlar bor. Chunki u yadro qurolini, endi buni mutaxassislar juda yaxshi tushunadi, uning zarralari deymizmi yoki umumiy ta'siri nafaqat bizga, Markaziy Osiyoga, undan da uzoqqacha ta'sir qiladigan darajada endi u yerdagi qurollar. Hattoki bugun hindistonlik mutaxassislar nima deyapti? Agar bizga nisbatan Pokiston yoki biz Pokistonga nisbatan yadro qurolini qo'llashimiz bu insoniyatning hayotiga nuqta qo'yish bilan barobar bo'ladi deyilyapti. Shuning uchun bizning to'g'risini aytadigan bo'lsak, asosiy umidimiz yadro quroli ishga tushmasin. Faqatgina umid bor bu yerda. Har qanaqangi ehtimollar ssenariyasiga bugun butun dunyo afsuski ko'z yumayotganligini ham ko'ryapmiz. Kuchli diplomatiya bu yerda ishlamayapti. Tasavvur qiling, Rossiya Ukraina masalasida butun dunyo kelib yopishyapti, to'g'rimi? Ularni muzokaralarga chorlayapti, hokazo hokazo. Lekin Hindiston Pokiston urushida dunyo o'zini bir muncha chetga olyapti. Bu aslida eng katta insoniyat uchun kulfat bo'lishi mumkin. Mana shuni hech qachon unutmasligimiz kerak. Yadro qurolidan foydalanish ehtimoli har doim bo'lgan va bundan keyin ham saqlanib qoladi, afsuski. O'z dunyoda masalan o'sha xalqaro bitimlar, protokollar, shartnomalarga amal qilmaslik tendensiyasi kuchayib boryapti. Hech kim masalan bu narsaga ortiqcha e'tibor bermayapti. U davlat yoki bu davlat va yana bir g'oya deymizmi, bir qarash deymizmi, kuchayib borayotgandek. Ya'ni kuchlilar kuchsizlarni xafa qilishi mumkin degan bir qarash kun tartibida-da. Keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, masalan, yana shunaqa bir o'tli nuqta bor edi, bu o'sha sobiq ittifoq paytida ham ko'pchilikni qiynagan, ya'ni SSR hududida ham shu qiyin savollardan biri bo'lgan bu Ozarbayjon hamda Armaniston o'rtasidagi o'sha nizolar deylik. Buni endi urush demaymiz, nizo deymiz. Va bir necha bor Armaniston o'sha tashqi kuchlarni qo'llab-quvvatlash ostida Ozarbayjonga bir harbiy harakatlarni amalga oshirgan va qo'li baland kelgan holatlarni ko'p bora ko'rganmiz. Va mana yaqin yillarda Ozarbayjon buni yashirish hojati yo'q, Turkiyani qo'llab-quvvatlash ostida o'zini bir e'lon qildi, tarixiy hududlarimizni o'zimizni qaytarib oldik deb. Va bundan keyin bir voqea kuzatildi. Albatta siz buni ham kuzatgansiz. Yaxshi bilamiz, so'nggi paytlarda hamma xafa qilayotgan, yosh boladek ko'rinayotgan Eron va Eron hududining bir ma'lum bir qismida, katta qismida faqat ozarbayjonliklar yashaydigan joy bor. O'sha tub yerlik ozarbayjonlar o'zini o'sha Ozarbayjonga qo'shilish ehtimoli haqida fikrlar paydo bo'lgan edi. O'tgan hafta Eron prezidenti o'sha Pezeshkiyanni Bakuga tashrifi go'yoki xalqaro arenada mana shu munosabatlarni iliqlashtirdi. Ya'ni mana shu tushunmovchiliklarni, mana shunaqa paydo bo'layotgan g'oyalarni bir maromga kelishiga xizmat qildi deya baholandi. Sizning fikringiz, bu haqiqatdan ham mana shu qarashlarda jon bormidi va Eron prezidentining Ozarbayjonga tashrifidan maqsad shumidi aslida? Endi bilasizmi, sivilizatsiyaviy nuqtai nazardan Ozarbayjon ikkiga bo'linib qolgan haqiqatda. Shimoliy Ozarbayjon, Janubiy Ozarbayjon. Janubiy Ozarbayjon bugun o'sha Eronning tarkibida ba'zi bir manbalarga ko'ra bugungi Eron aholisining deyarli 45%ni Ozarbayjonlar tashkil qiladi. Bular qadimgi turkiylar. Tili siz bilan bizga juda yaqin, qadim turkiylar. Lekin Eron bu bilamiz, qadimdan olib qaraydigan bo'lsak, mana shu qadimiy ham bu oxirgi shu 100 yilliklarda bu Eron Buyuk Britaniya dastlab, undan keyin Rossiya podshohligining, keyinchalik Sovet ittifoqining loyihasi. Nima uchun Eron
turkiy dunyo birlashishiga yo'l qo'ymasligi kerak bo'lgan alohida bir davlat va u yerdagi davlat rahbarlari imkon qadar bu yerda farsiy tilni va farsiy madaniyatni rivojlantirish orqali bugungi Iron hududida yashaydigan ko'plab boshqa millatlarga nisbatan madaniy bosimni amalga oshiradi. Maktablarda Ozarbayjon tilida o'qittirmaydi. Maktablarda qozoq tilida o'qittirmaydi. Ko'plab qozoqlar ham yashaydi, ko'plab ozarbayjonlar, hattoki o'zbeklar, boshqalar, ko'p millatlar. Ularga o'zlarining tilida maktablarda ta'lim olish taqiqlangan. Faqat fors tilida. Va bundan tashqari, demak, ko'pincha madaniyat, san'at, adabiyotda ham forslashtirish siyosati ketadi va bu narsa o'sha Ozarbayjon hududida yashaydigan janubiy ozarbayjonliklarning ham ongiga, madaniyatiga chuqur singib ketgan. Bugungi Ironning rahbari Pezeshkiyon ham asli kelib chiqishi Ozarbayjon. Hattoki hozirgi kunda Ironning oliy rahbari Xomayniy ham asli kelib chiqisi Ozarbayjon deyiladi. To'g'ri, endi bu narsani to'liq matbuotda boshqa joyda e'lon qilmaydi, lekin haqiqatan millati. Lekin ular aksariyati o'sha fors madaniyatining ta'siriga tushgan va tili ham, dini ham, ya'ni shiyalik va boshqa madaniyat ham demak forsiylashib ketgan. Endi Ozarbayjonga Pezeshkiyonning tashrifi bilamiz, endi Ironni xaritada qarasangiz, Iron to'g'ri kelib Armaniston bilan shimolda bog'langan. Bu Armaniston bilan shimolda bog'lanishi bu bir paytlar Stalin tomonidan tashkil qilingan loyiha edi. Nima uchun? Turkiyaning bu yoqdagi turkiylarga ta'sirini cheklash. Ozarbayjon va demak O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'izistonga ta'siri bo'lmasin. Turkiyani ta'sirini kesib qo'yishimiz kerak deb, demak, o'rtadan sun'iy jihatdan to'sib qo'ygan. Tushundingizmi? Endi shu nuqtai nazardan ham bugun Ozarbayjon uchun eng katta xavf, ular Ozarbayjon ko'radigan xavf bu Turkiyaning ta'sirida yoki ularning rahbarligida turkiy dunyoning birlashishi. Ko'rib turibmiz, turkiy davlatlar tashkiloti tashkil qilindi. Ular demak turkiy davlatlar o'rtasida munosabatlar rivojlanayotganligi, kuchayayotganligi Ironning manfaatlariga zid kelyapti. Chunki bular ertaga kuchayib ketadigan bo'lsa, Zangezur koridorini ochishi mumkin, birlashib ketishi mumkin. Turkiy dunyo kuchayadigan bo'lsa, o'zining ichidagi 40%, 45%lik Ozarbayjonlar ham ular yo'q dedi. Biz Farsiy tilda ham o'qimaymiz, Iron tarkibida ham bo'lmaymiz, biz o'zimizning turkiylarimizga qarab ketamiz deyishi mumkin-ku. Shuning oldini olish uchun har qanaqangi loyihani qo'llashga Iron tayyor. Endi Pezeshkiyonning tashrifi bu yerda bir qancha masalalar bor edi. Bu yerda masalan Ozarbayjon shundoq Ironning shimolida, lekin Ironning eng katta dushmani bo'lgan Isroil bilan munosabatlari juda zo'r. Va Armaniston bilan urushda ham Turkiyaning va Isroilning eng zo'r qurollaridan foydalana oldi. Va katta g'alabani qo'lga kiritdi 20-yil. Ya'ni Qorabog'ni adolatli tarzda armanlardan qaytarib ola bildi. Bu narsa Ironga yoqadi deysizmi? Albatta yoqmaydi. Chunki Ozarbayjonning kuchayishi Ironning manfaatlariga zid. Birinchisi, ikkinchisi uning Isroil bilan aloqalari manfaatlariga zid. Uchinchisi Ozarbayjon va Turkiya munosabatlari ham Ironning manfaatlariga zid. Lekin Iron shu paytgacha turli xil yo'llar bilan Armanistonni qo'llash, boshqa yo'llar bilan Ozarbayjonga bosim qilishga harakat qilib ko'rdi, lekin qardosh Ozarbayjonlarimiz vaziyatdan nafaqat chiqib ketdi, balki bugun Janubiy Kavkazdagi qudratli mamlakatga aylana bildi. Va endi Pezeshkiyonning tashrifi birinchidan Ozarbayjon va Iron o'rtasidagi munosabatlarni iliqlashtirish. Chunki bular o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi emas. Hattoki Ozarbayjon bir paytlar Irondagi elchixonasini ham yopib qo'ygan edi. Ya'ni Iron hukumati bizning elchixonamizni himoya qila olmaydi degan motiv bilan. Haqiqatda shunga o'xshash holatlar ham bo'lgan. Va bular o'rtasidagi munosabat juda sovuq deyishimiz mumkin. Lekin Pezeshkiyonning tashrifi albatta bugungi Pezeshkiyon, ya'ni Ironning prezidenti bu Ironni dunyo hamjamiyati bilan munosabatlarni yaxshilash yo'lidan olib ketyapti va Ozarbayjonga tashrifi davomida Ozarbayjon bilan kelishdiki, avvalo keling, siz biz bilan hamkorlik qiling, birinchisi. Ikkinchisi, bizning dushmanimiz bo'lgan Isroilni hududingizga yaqinlashtirmang. U demak bu yerda turib razvedka boshqa harakatlarni olib borishi mumkin, ikkinchisi. Uchinchisi, endi baribir armanlar yengildi, armanlarni qo'llab-quvvatlaganligi bilan Iron qo'llab-quvvatlaganligi bilan foydasi yo'q, chunki shu paytgacha armanlarni asosan Rossiya va Iron qo'llardi. Nima uchun boya aytib o'tdik, o'sha turkiylar sivilizatsiyasi uchun. Lekin bugun Armanistonda ham hokimiyat o'zgardi, vaziyat o'zgardi.
u yerdagi demak o'sha Pashinyan ko'proq Armanistonni qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash yo'lidan boryapti. Kerak bo'lsa Ozarbayjon bilan ham, Turkiya bilan ham. Bu holat demak Ironni albatta ma'lum bir ta'sir doirasini cheklab qo'yyapti va eng to'rtinchisi bugun Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlarining Iron yadro dasturiga nisbatan taqiqlarni yoki harbiy bosimlarni yoki hujumlar tashkil bo'ladigan bo'lsa, Ozarbayjon bilan har qalay sovuq emas, balki do'stona munosabatlar orqali o'zini qutqarib qola bilish va Ozarbayjon orqali demak xalqaro hamjamiyat bilan aloqaga chiqish va demak uchinchisi demak to'g'ridan to'g'ri munosabatlarni yo'lga qo'yish. Hozir siz bir mavzuni ham tilga olib o'tdingiz, ya'ni Isroil va AQSh. Endi biz har ko'rsatuvda bu o'tli nuqtalardan biri bo'lgan Yaqin Sharqni baribir tilga olib o'tamiz. Falastindagi harakatlar afsuski mana to'xtayotgani yo'q. Isroilni xavfni go'yoki o'z hududidan uzoqlashtirish maqsadida olib borayotgan mana shu harbiy harakatlari rivojlanib boryapti. O'tgan hafta davomida masalan shu och qolishni istamagan falastinliklar hududni tark etishi mumkin deya bayonot berildi. U yerga masalan shu kirib kelayotgan gumanitar yordamlarni, oziq-ovqat mahsulotlarini cheklashini, kiritmasligini bayon qildi va yana bir voqea yuz berdi. Ya'ni hozir qayta tiklanish yo'lidan borayotgan Suriya hududiga Isroil zarba berdi va bu yerda druzlar degan bir millat bor va mana shu ularni dini ham masalan bilolmayman, bir islom dini desak, islom bir o'z tushunarsizroq bir anaqa, lekin Isroil go'yoki shu druzlarni ortida biz turibmiz Suriyaga, ya'ni bularni xafa qilmagan degan bir mesajni yo'llagandek bo'ldi. Suriya hududiga o'sha Isroilning raketa zarbalarini berishi Suriyani yana o'tli nuqtaga aylantirishi mumkinmi? Bu ketidan yana bir savolim bor bunga javob berganingizdan keyin. Bilasizmi, Isroilning maqsadi atrofida, o'zining atrofida qudratli musulmon mamlakati paydo qilmaslik. Shuning uchun u atrofidagi davlatlarda turli xil beqarorlik o'choqlarini yaratib turadi. Suriya bilan ham shunday. Endi ko'rib turibdi, Suriyada bugungi hokimiyat, ya'ni Ahmad Asharaning hokimiyati mustahkamlanyapti. Kerak bo'lsa xalqiningdir, mayli xalqaro maydondadir unga nisbatan ishonch bo'lyapti. Xorijiy mehmonlar tashrif buyuryapti Suriyaga. Suriyaning prezidenti ham butun dunyoga chiqib olyapti, uchrashib olyapti. Uni hokimiyatini legitimlashtiryapti. Agar shu turishda ketadigan bo'lsa, 10 yil, 15 yilning ichida Suriya yana bir paytlardagi qudratini tiklay olishi mumkin. Ya'ni iqtisodiy, harbiy, boshqa. Chunki suriyaliklar aqliy salohiyat jihatdan o'ta madaniyatli xalq. Va bu madaniyat tufayli Suriya o'zini o'zi tiklashi mumkin. Bu esa Isroilning manfaatlariga zid. Isroilning maqsadi Suriyada qudratli davlat paydo bo'lmasin. Vayronalar ichida yashaversin, yuzlab haligidaqa nima deydi, jihodchi guruhlar bo'ladimi, terroristik tashkilotlar bo'ladimi, yuraversin. Isroilga o'sha narsa kerak. Lekin qudratli markazlashgan davlat bo'lmasligi kerak va bunga ular yo'l qo'ymoqchi ham emas. Garchi Turkiya bugun Suriyadagi bu loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz desa-da, Isroil bugun kurdlarni qo'llab-quvvatlash, ertaga siz aytib o'tganingizdek druzlarni qo'llab-quvvatlash yoki boshqa milliy ozchiliklarni qo'llab-quvvatlash yo'lidan boraveradi. Xoh ochiqchasiga, xoh yashirin bo'lsin. Eng asosiy maqsad Suriyada demak hamma millatlarning bitta maqsadda birlashuviga yo'l qo'ymasa bo'ldi. Agar bular birlashadigan bo'lsa, Suriya qudratli davlatga aylanadi va Isroilning kelajakdagi ekspansiyasi uchun to'siq bo'ladi va bunga yo'l qo'ymoqchi emas. Endi bugun druzlarni qo'llab-quvvatlashidan maqsad, endi druzlar shiya guruhlari, islom dinining shiyalik bir guruhlari, shiyalik yo'nalishidagi alohida bir yo'nalishi ekan. Uning ham bir alohida yo'nalishi. Endi qadimdan, tarixdan ko'radigan bo'lsak, masalan, bu yerlar uzoq vaqtlar Usmoniylar tarkibida bo'lgan va Usmoniylar bu yerlarni eng qattiq qilich yordamida tutib turgan. Chunki turli xil mazhablar, turli xil kuchlar, bir tomonda Alaviylar, bir tomonda Druzlar, bir tomonda Kurdlar, turli xil millatlar, hattoki armanlar, greklar ham bor hozir Suriyada yashaydi. Va demak, bularning hammasini boshini birlashtirish uchun juda mustahkam siyosat kerak bo'lganda, endi mana ko'rib turibmiz, har bir davlatning ichida davlatiga nisbatan sodiq millatlar bor, sodiq bo'lmagan millatlar bor. Bu narsani hammamiz ham yaxshi bilamiz, yaxshi tushunamiz. Xuddi mana shunday druzlar bugun boshi qotib turibdi. Qarang, bir tomondan
Suriya prezidenti va'da qilyapti. Kelinglar, birlashaylik. Biz oldingidek qudratli davlatni tiklaylik. Kelajakda, demak, bizdan mustahkam davlat qolsin. Biz xorij davlatlaridan, boshqa joydan yordam olamiz deb turgan bo'lsa, ikkinchi tomondan Isroilning agentlari kelyapti-da, senlarga kerakmi shu vayrona bo'lgan davlat? Sizlar bizga qo'shilinglar. Biz territoriyalar, hududinglar bilan biz shunday sizlarni o'zimizga olib olamizda, Isroilda yashayverasizlar, fuqaro bo'lasizlar, ishlaysizlar. Isroil boy davlat deb, ya'ni bunday haligi nima deydi, jozibador va'dalarni beryapti. Va buning ortida faqatgina masalan ommaviy axborot vositalari aytayaptiki, druzlar unday qilmayapti. Druzlar aslida deydi Suriyaga sodiq. Ular Isroilning takliflariga uchayotgani yo'q deydi. Bu gaplarda ham jon bor emas. Yolg'on gaplar ham bor. Ya'ni Isroil davlati bularni alday olayapti. Va druzlarda o'sha hududlari bilan Isroil tarkibiga qo'shilishga tayyor bo'lgan kuchlar, siyosatchilar, guruhlar, kerak bo'lsa diniy rahnamolar ham bor. Va bu holat afsuski Suriyaning hududiy yaxlitligiga, milliy birligiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Demak, o'sha druzlarga va'da qilinayotgan o'sha takliflar jilosi baribir ularni mahv qilib qo'yapti-da, ba'zi albatta, holatlarda. endi tasavvur qiling, Isroilda deydi, erkin ishlash huquqing bo'ladi deydi. To'g'rimi? Kerak bo'lsa, maktablar ochamiz, universitetlarda yoshlaring ta'lim oladi. Sen yevropalik bo'lasan deydi. Kerak bo'lsa deydi, Amerikaga boradi. Ya'ni shunday takliflar bildiradiki, bu takliflardan to'g'risini aytadigan bo'lsak, druzlar rad qila olmaydigan takliflar ham bor-da, endi tasavvur qiling. Haqiqatda endi masalan iqtisodiy jihatdan farovonlik taklif qilgandan keyin ular ham ko'rib turibdi, Suriya bilan bo'ladigan bo'lsa, bu taraqqiyot 50 yildan keyin kelishi mumkin. Isroilga qo'shilsak, mana hozir shunday imkoniyat bor degan va'dalarga ishonayotgan kuchlar ham afsuski bor. Endi yana bir so'nggi savolim, shu haqida ham fikrlaringizni so'ramoqchiman. Isroilni doimiy ravishda bir qo'llab-quvvatlab kelgan, ko'p yillar davomida qo'llab-quvvatlab kelgan Yevropadagi o'sha eng kuchli davlatlardan biri Fransiya. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bundan bir necha vaqt muqaddam Falastin davlatini tan olishi mumkinligini e'lon qilgandi. Bu Isroil rasmiylariga, Isroil o'sha rahbariyati, yetakchilariga yoqmagani tayin albatta. Va mana shu haftada Isroilning yuziga navbatdagi bir shapaloq urildi desak, xato qilmagan bo'lamiz, agar o'xshatish mumkin bo'lsa. U ya'ni Emmanuel Macron katta bir iltifot bilan Isroil raketa hujumi uyushtirgan va bir fitnakor harakatlarni olib borayotgan Suriyani jahon hamjamiyati tomonidan bir simpatiya uyg'otayotgan prezidenti, hozirgi endi rahbari deylik, Ahmad Ash-Sharani bir iltifot bilan kutib oldi. Bu nimadan darak beradi? Fransiya Isroilga teskari bo'lib qoldimi, Bektosh aka? Nima deb o'ylaysiz? Fransiyada ikki xil siyosat ketyapti-da, qarang. Nima uchun shu paytgacha u Isroilni ko'p qo'llab-quvvatlab kelgan? Birinchidan Amerika Qo'shma Shtatlarining bosimi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu bosimidan hech qaysi bir Yevropa davlati qutulib qola olmagan. Germaniya ham Amerika bu borada nima desa shu, Buyuk Britaniya ham, hammasi shu. Lekin so'nggi paytlarda endi Yevropa davlatlarida mustaqil siyosat, mustaqil fikrlovchilar, kerak bo'lsa adolatli, odil fikrlovchilar paydo bo'layapti. Mana demak ko'rib turibmiz. Bu demak o'sha Falastinni tan olishimiz mumkin deb e'lon qilindi va bu juda katta aslida jasorat. Lekin qanday qilib bunday bayonotni e'lon qila oldi? Tasavvur qiling, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashib borayotgan fonida yevropaliklar mana Amerika bizga demak hamkorlikdan chiqa boshladi, bizga xiyonat qila boshladi Trump. Demak, biz nima uchun qilmasligimiz kerak? Biz nima uchun demak faqat Amerika Qo'shma Shtatlari chizib bergan chiziqda yurishimiz kerak? Demak, ko'rib turibmiz-ku, Isroil sun'iy jihatdan tashkil qilingan davlat, Amerika Qo'shma Shtatlarida qo'llab-quvvatlaganligi uchun tinch aholini genotsid qilyapti. Biz qanday qilib bunga qarab turishimiz mumkin degan Fransiyada kuchlar paydo bo'lyapti. Yevropa parlamentining deputatlari chiqib ochiqcha bu haqda gapiryapti. Tushundingizmi? Mana bu holat demak hukumatlarni ham bosimga solib qo'yyapti. Germaniyada ham, Buyuk Britaniyada ham, Fransiyada, Yevropaning hamma mamlakatida mana shunday holatlar sodir bo'lyapti. Bu esa demak o'sha davlatlardagi jamoatchilik bosimi ostida, jamoatchilik fikri o'zgarishi fonida demak davlatlar asta-sekin Falastinni tan olyapti. Ikkinchisi, Ahmad Ash-Sharani qabul qilish haqida gapirdingiz, savol berdingiz shu haqida. Demak, Ahmad Ash-Sharaning
Fransiyaga tashrifi bu ham de facto shu paytgacha Ahmad Asharani butun Yevropa bo'ldi, biz tan olamiz, Suriyaning rahbari deb turgan bo'lsa, endi de yure, ya'ni huquqiy jihatdan ham uning mavqeini mustahkamlayapti. Shu paytgacha Ahmad Ashara faqatgina Turkiyaga, arab davlatlarigagina tashrif buyurib turuvdi. Bular uni taklif qilib turuvdi. Endi Fransiyaning taklif qilganligi, demak, Fransiya bir paytlar Suriya va Livan davlatlarini to'g'risini aytsak o'zi yaratgan. O'zi tashkil qilib bergan davlat. Bu endi Sykes-Picot kelishuvi deydi, tarixi uzoq. Lekin demak Fransiyaning qabul qilganligining o'zi ham bu yerda Isroilga nisbatan xuddi siz aytgandek munosabat. Mana san dushman deb atayotgan davlatning rahbarini biz qabul qilyapmiz. Qabilidagi siyosatning ham borayotganligi bu aslida Isroilga birinchidan, ikkinchidan Amerika Qo'shma Shtatlariga nisbatan munosabatning o'zgarayotganligini, Suriyaga nisbatan, Falastinga nisbatan xalqaro hamjamiyatning ijobiy munosabati shakllanayotganligiga biz guvoh bo'lib turibmiz. Siz o'zingizning qarashlaringiz, taxminingiz deymizmi, tahlilingiz Isroilni mana shu G'azodagi harakatlari qaysi nuqtagacha davom etishi mumkin? Bektosh aka, qachon bu harakatlar yakunlanishi mumkin? Yoki Trampni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligi vakolatidan ketgandan keyin biroz sutlashi mumkinmi? Yoki yangi rahbar ham baribir Isroilni qo'llab-quvvatlaydimi? Yoki ungacha bormaydimi? Masalan, Isroil baribir yakkalanishni his qiladimi? Nima deb o'ylaysiz? Isroil o'zi bugun yakkalanishni his qila boshladi. Isroilning rahbari dunyoning ko'p davlatiga bora olmaydigan bo'ldi. Taklif ham qilinayotgani yo'q, taklif ham olayotgani yo'q. Yaqinda Vengriyaga borib keldi. Endi bu Vengriyaning bu ikki tomonlama standarti bu. Aslida dunyo adolat tomonda bo'lishi kerak va demak Isroil bugun yakkalanib qolyapti. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari bor ekan, u Isroilni ular doim qo'llab-quvvatlashda davom etaveradi, afsuski. U Trampgacha kim? Bayden. Eng ko'p qo'llab-quvvatlagan Bayden edi. Undan oldingi davlat rahbarlari ham bugun Trampdan keyin ham qo'llab-quvvatlash davom etadi. Lekin qachon o'zgarishi mumkin? Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida jamoatchilikning bosimi kuchaysa, hokimiyatga nisbatan nima uchun Isroilni qo'llab-quvvatlaysan? Nima uchun Falastinni qo'llab-quvvatlamayapsan deb ochiq savol beradigan va talab qiladigan jamoatchilikning kuchayguncha davom etadi bu. Bugun o'sha kuchayayotgan jarayonlarni ko'ryapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida kattadan katta ta'sirli siyosatchilar biz Isroilni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Lekin adolat nuqtai nazaridan Falastinni ham alohida davlat qilib berib, bularni yarashtirishimiz kerak. Bir tomonlama siyosat olib borishimiz kerak emas degan fikrni ilgari surayotgan siyosatchilar paydo bo'lganligining o'zi katta ijobiy hodisa. Endi bu qachongacha davom etadi deysiz, to'g'risini aytsak biz buni bilmaymiz hozir. Chunki G'azoga ayniqsa bosim, gumanitar inqiroz, oziq-ovqatning to'sib qo'yilganligi, suvning to'sib qo'yilganligi g'azoliklarning ochlikdan, suvsizlikdan o'lishiga sabab bo'lyapti. U ham yetmaganday Isroil armiyasi G'azoga endi bostirib kiryapti va eng asosiy maqsad G'azoni bo'shatish. G'azodagi aholini yo katta qismi ochlikka, kasalliklarga duchor qilib o'ldirib yuborish, qolgani qochib ketsa, G'azo Isroilga qolishi kerak. G'azo bo'yicha Isroilning juda katta rejalari bor. Lekin umid qilamizki, biz bunday bo'lmaydi va xalqaro hamjamiyat o'z vaqtida Isroilning bu o'zboshimchaligiga nisbatan nuqta qo'ya oladi va biz bunga ishonamiz va mayli biz butunlay Isroil yo'q bo'lib ketsin, u bu degan chaqiriqlarga biz nima qilmaymiz, berilmaymiz. Mintaqada ikkita davlat, Falastin va Isroil davlati paydo bo'ladi va demak bular 1967-yilgi chegaralarda qayta tashkil qilinadi va xudo xolasa tinchlik hukm sursin deb umid qilamiz biz. O'zbekiston Respublikasining rasmiy bu G'azo, Yaqin Sharqda, masalan, shu G'azodagi voqealarga nisbatan pozitsiyasi ham aynan xuddi shunday, albatta. Umuman hozir mana yuqorida tilga olingan narsani men agar Gollivud filmlariga tenglash mumkin bo'lsa, Donald Trampni Netanyahuni stullarini surib, unga bir iltifot ko'rsatganiga javoban Emmanuel Macronning shaxsan o'zi Yelisey saroyining eshiklarini ochib Ahmad Asharani kutib olgani bir javob bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Albatta, aytdim-ku, demak, baribir Falastin masalasida dunyoning bugun fikri keskin o'zgara boshladi va xudo xolasa albatta ijobiy o'zgarishlarni biz kutib qolamiz. Bugungi
Tashrifingiz uchun rahmat. Bektosh aka, original fikrlar uchun, tahlil va mulohazalar uchun sizga minnatdorchilik izhor etamiz. Va albatta, keyingi ko'rsatuvlarimizda yana mehmon bo'lishingizni, mana shunday fikrlaringiz, mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashishingizni istab qolamiz. Rahmat. Studiyamizda ko'rishdan doim xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Azizlar, ko'rsatuvimizning aziz mehmoni xalqaro siyosiy tahlilchi Bektosh aka Berdiyev bo'ldilar. Ularga ham minnatdorchilik izhor etamiz yana bir bor. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Aspekt haftaning eng muhim va trend mavzularini muhokama qilishda davom etadi.